Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, siz yer sotib oldingiz yoki uyingiz bor. Ammo uyingizga boradigan yo'l faqat qoshningizning yer maydoni orqali o'tadi. Yoki elektr tarmog'ini tortish uchun qoshnining tomorqasidan foydalanishga majbursiz. Qoshningiz esa bu mening xususiy mulkim, o'tkazmayman deb turib oldi. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Mushtlashishmi yoki sudlashish? Aslida, qonunchilikda buni madaniyatli yechimi bor va u servitut deb ataladi. Bugun biz servitut nima, u qanday o'rnatiladi va qoshnining haqqi nima bo'lishi haqida gaplashamiz. Servitut bu nima? Servitut bu o'zganing yer uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish huquqidir. Ya'ni siz qoshningizning yerini tortib olmaysiz, shunchaki o'z ehtiyojingiz uchun, masalan, otish yoki quvur o'tkazish uchun, uning bir qismidan foydalanishga ruxsat olasiz. Servitut qanday holatlarda kerak bo'ladi? Otish va yurish uchun, agar boshqa yo'l bo'lmasa. Muhandislik tarmoqlari uchun, elektr, gaz, suv yoki kanalizatsiya quvurlarini o'tkazish uchun. Sug'orish ishlari uchun, ariqdan suv olish yoki suv yo'lini ochish uchun. Bino va inshootlarni ta'mirlash uchun, agar qoshnining yeriga kirmasdan turib devoringizni tiklay olmasangiz. Servitut qanday rasmiylashtiriladi? Servitutni o'rnatishning ikki yo'li bor. Ixtiyoriy kelishuv. Siz qoshningiz bilan kelishasiz, o'zaro shartnoma tuzasiz va uni davlat ro'yxatidan o'tkazasiz. Bu eng tinch va to'g'ri yo'l. Sud tartibida, agar qoshni asossiz ravishda rad etsa, siz sudga murojaat qilasiz. Sud Fuqarolik kodeksining 173 moddasiga asosan vaziyatni o'rganib, agar servitutsiz sizning mulkingizdan foydalanishning iloji bo'lmasa, majburiy servitut belgilab beradi. Muhim jihat, servitut tekin bo'lishi shart emas. Yer egasi uning yeridan foydalanganingiz uchun sizdan o'rtacha bozor narxida haq talab qilishga haqli. Axir siz uning mulkidan foydalanib, unga ma'lum darajada noqulaylik tugdiryapsiz. Xulosa qilib aytganda, servitut bu qo'shnichilik munosabatlarini huquqiy tartibga soluvchi vositadir. U yer egasini mulkidan mahrum qilmaydi, lekin muhtoj qo'shniga yordam berish majburiyatini yuklaydi. Agar sizda ham yo'l yoki kommunikatsiya bilan bog'liq muammolar bo'lsa, janjal emas, huquqiy yechim qidiring. Zero, qonun hamma uchun barobar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sahifamizga obuna bo'ling va mulkiy huquqlaringizni biz bilan o'rganing.